aldığım bolsanlar cevabını bergen bolsanlar dostlar. Rost degandek ayani so'zlar desam xavfsiz bo'ldi. Yerga chiqib qoldim. Eng oldi bilan nazarimga bo'lgandek shundoq guldek bir utuqlarni tabriklayman. Muborak bo'lsin. Har qanday tirishish, har qanday natija, har qanday utuq abay o'zining hijratchisi deb bir kun, ikki kunlik gap qolmaydi ekan. Demak, kichigidan tortib, qiyinidan tirishchan bo'lg'achqa o'zi tirishib san'atning suyida eqib, o'tida ko'yib mana bugungi holatga keldi. Haqiqatan oson emas. Shuningga eng qutlashga tegishli, muboraklashga tegishli siz bugun. Yana biriga nazar degan ismdilla cho'qim nazarbek talaylik tug'ilib ekan dedim. Hammalarning nazari sizda bo'ldi. Shunday bir nazarlik bo'lasiz. Sahnaga chiqsangiz sahna yo'raydi. Bir odamlarga salom qilsangiz sizmi yo'raysiz, boshqalarmi yo'raydi. Demak, sizning odimiyligingiz, san'atga bo'lgan muhabbatingiz, yana biriga shu oila bo'lgan mehr muhabbatingiz, sizning aytgan naqshlaringizdan, temadan, hammadan bo'linib turibdi. Siz shunday muhabbatlik. Muhabbatlik insonning qilgan ishlariga ham shunday chiroyli chiqarganda, shuningga sizning eng oldi bilan teningizga salomatlik tilayman. İşlerimizga o'ngishlik tilayman. Yana biriga ayolingiz bilan bo'lgan o'sha bir umrlik safaringizning mangulik, ko'ngillik, umrlik bo'lishini chin dilimdan tilayman. Hammamizning nazarimiz nazarda bo'lsin. Rejissor, riyosetchi, naqshchi.